Menga ahmoqchi, men necha o'tiksan-g'o? Yumshoqsa. Endi qaytan boq. Kim sizni yaxshi ko'raman debdi. Ma'qulmi jinim? Kaynimdan paylab yurguchi bo'ldingmi? Ulalma, chidimsan qo'yib. Buzoq, yo'qa, ko'zimga ko'ringiz bo'lma. Pulungni nima deb maqtash qilsa? Sen beni bildirdi demsen, qaysi kuni kimning mashinasiga chiqding? Kaynimdan paylab yurgidek bo'ldingmi? Ulalma, chidimsan qo'yib. Buzoq. Yo'qa, ko'zimga ko'ringiz bo'lma. Qani xo'sha. Ha, bir pochi o't qo'y o'zi. Mashina chiroyli xotin elib olsa, jannatga kirgandek bo'ladi-da, adi. Kasatdan qilsa, kimni nisib qilasa? Hoy, adash, insof qilinglar. Guldak ayolini o'tirib bizdek boytaq bolalarni uristirib ko'zingni qizatmanglar hamda. Biz yashaylik. Ha, Ali adash, ayolini almashtiray demsan nima? Voy, shundaq bo'lsin bo'pti. Shuncha savdo qilib pulni tepibdiman. Endi rahat ko'msammi bo'lmas? Menga pul tepib ayolingdan chinibsizlar-da, adash. Hey, ag'illar, bo'ldi qilinglar. Hey, og'izni qaysinglar to'niysizlar, ha? O'cho, bizning mahalladagi Sautistonning qizi. Sautistonning? Ha, ismi Guljamol. To'liqsiz o'tirib bitirgandan keyin yuqorilab o'qimadi. Anglsak uningga uzilmay elchi kelib o'tibdi. Lekin ota-onasi qizimiz kichik deb kelgan elchilarni qaytarib o'tibdi. Ha, mana ma kava pishib ketdi. Ag'ash o'tiringlar, ha? Ha, qani elinglar, ag'ash o'tiringlar. Ag'ash o'tiringlar. Ha, elinglar ag'inglar. Qani. O'sha, bir yarim tutishgacha o'tiraylik. Ha, qani, o'sha. Hadi. Shinglar. O'sha. Bu ishni Guljamolga debmi qo'ymadik. Almadiz qo'shilmay qolsa, urug' tuqqanlarning oldida satturamo endi. Nima deydigansizlar, apsi? Guljamol qizimiz shundoq obdan cho'ng bo'ldi. O, bizning gapimizni anglaydi. Oningdan ansirash hojatsiz. Biz hadislar elchilarni yandiraversak toza obdan bo'lmaydi. Men Tursun o'g'ilni obdan taniyman. Mashina remont qilishdi kuni bor. O'zi yavaş, obdan bola bo'pti. Qizimiz jafo tortib qolmagandek. Onun ustiga bizga shiram tuqqan keladi. Mushundaq yaxshi yerga qizimiz yoqdi emas deyman, ha? O'g'o, shundaq dadisi. Shundaqdimi qizimizni bir xabarlantirib qo'ysaqmikin deyman, ha? Hay. Bo'ldi. At keladiganlar kelib, ish bitgandan keyin onda desakmi chiqmaymiz. Men shu qizimizning baxtini o'ylayman-da, xotin.
Qani mansla. Qani mağli mehmonlar. Ha, biz kireyverdik hamsa. Akaslar, dasturxonni men olay. Seni avar qil. Qani, marhamat. Saudga. Tursunning o'g'li Hamidjonga qizlari Guljamalni so'rab keluvdi. Hamidjon, qo'li gul, o'zi yavash, obdan bola bo'ldi. Qaysilari nima deylikin? Özlerinden degindek bo'lsin. Biz rozi. Qanamsa. Men do'konga ketdim Guljamal. O'zingizni ishga pek urib ketmang. Ishkir o'ydagi tortmaga pul sep qo'ydim. Bir narsa olsangiz shu yerdan ep ishlatasiz. Men ketdim amsa. Amsi baldiroq qaytib kelasiz. Ha. Oy, ballar ko'rinmaydi-ku. Ular A qo'yildi o'ynayotdi. Ha. Xo'sh bolalarım. Baba xo'sh. Xo'sh bolam. Xo'sh. Qizim, men birdamgacha qaytib kelaman. Sizlar jidal qilmay o'ynab turinglar, ha? Sizlarga jiq narsa ag'ash kelaman. Ma'qulmi? Tatliq qizim. Men seg'izgan tutaklishni unutib qolmang amsa. Ma'qul, ikkilanlar akilman. Urushmay o'ynanglar, ha? Ay, odash. Oh, qizni to'nomsizlar. Har haftada degidek bizni mush yerda raqoladi. Biror boyvachchining qizimi nima? Nim deydigansizlar. Ikki bolasi va cho'kan u. Yang avat yo'lida mashina remont qiladigan Hamid Yuvashning ayoli. Ha, mundaqdanlar. Bir qarsa to'y qilmagan qizdekli ko'rindi ekan. Hamid Yuvash hunarga puxta, o'zi mo'min, kayf safodi yo'q yigit. Tapqinning hammasini uyga kirdi. Uning ayolimi pari sifat obdan cho'kan. Qam bir juftladanglar ular. Ha, shundaqmi? Baxtli kanjimi ular? Obuljon, 18-nomerlik kulash. Ha, mana. Mana usta. Ustam, yangimiz kelibdi. Hamid tamoq ekaldim, issiq deyaveling. Ha, mana hozir. Çay içeceğim. Bugün boşunçlik taparat oldu. Xərcitsiniz-mi, banka qoysanız məyli. Özünüzdə tursun. Hə, yenəla sizdə turğun yaxşı. Bo'pdamsa, men saqlab qo'yay.
Appa! Olma kızım. Kele bala. Voy, tinchlikmi? Tinchlikmi adaş? Voy, adaş, qaltis bo'lib ketibsizlar-jimi? Hamitchaning tapqinning hammasini o'zingizlar xashlayapsizlar nima? Undaqmi emas, Hamitchan kunlik sodining hammasini o'zing tuting deb menga berdi. Uyning ushaq-tushak ishlari, balalarning kiyim-kechaklari degandek narsalarni o'zim bir taraf qilman shu. Ha, mundaq tanglar. Hey, nima oldinglar? Men bir ko'rib boqay. Ha? Bek chiroyli ekan. Vaqting yetsa uyga berib o'tirib ketasan adaş. Xo'sh, adaş. Seni ko'rishamiz, ha? Xo'sh. Hamid, do'stim to'yga chaqiribdi ekan, berib kelaylikmi? Men bek yerib ketdim. Vallahi qarab turay. Sizlar berib kelsingiz. Amsi men berib kelay, vaqt to'shib qapti. Baldurroq qaytib kelasiz. Teyze bak hele. Adaş, bu toy be kızı da. Şundigine adaş be kızdı cuma. O'tiravermay bizmi o'ylayli adash. Qopmamsiz hamsa? Kopay. Sorunumuzning kayfiyati shundoq yaxshi bo'lyapti. Tövəndə qiz yigitning hurmatiga ko'pchilikni bir maydon tansiga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Guljamal. Men siz bilan uchrashadigan shundaq bir kunning kelishini qanchalik taqozzorlik bilan kutganligimni bilamsiz. Bugun men sizni ko'rib, xushalligimni ichimga sig'dirolmayapman. Men erlik ayol kasb emas xayollar. Men hammani bilaman. Kalbimni rad qilmisiz. Mening sizga deydigan muhim gapim bor edi. Yili sizni uyingizga olib qo'yg'ash. Davosam.
mening ko'nglimni tushunib qo'ysangiz Guljamal. Ma'qulmi? Ha? Menga bundaq gapni Men qilma. tushunaman. Ma'qul desangiz, ha? Ahir yana birer cevap verin. Mengü seni süygene süygen. Oh, 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 Guljamal, sizni olib qo'yay. Guljamal, ma'qul desangiz. Men sizni nasl yaxshi ko'rib qoldim. Talabimni rad qilmasangiz. Menga bundaq gapni qilmang. Men uy o'choqliq bo'lib qolgan ayol. Guljamal, ma'qul dang. Men sizni to'y qilmaslikni yaxshi ko'ratdim. Bu niyatingizdan yening. Guljamal, to'xtab turing. Talabimni rad qilmasangiz, ma'qul dang. Guljamal! Voy, qanday ahvolinglar? Qadiminglar yetib qapti-ku. O'zingning-chi? Yaxshi-ku. Tafovut kundan-kunga yaxshilanib bizda ko'nag'laringni unutib qolyapsan-chi, bu? Nahadiki ne? Aras, ishlaring qanday bo'lib ketdi?
Sening yo'ling kundan kunga echilg'ini bilan bizning tasdigina adash. Pulni jo, sendek pulni jiqtab qollarning yanchig'i qilmagan gapgan. Shunga ancha-muncha pul tepishdan yo'lini ko'rsatib qo'yamdi ekan deb kelishimiz. Ay, nemisini deysa adash. Mening sodada azroq tajribam bor shu. Qaranglar ichilib ketgan do'konlarga hozir oladigan odamda sotadiganlar ko'p tursa, mening ishim ters. Adash, anglasam ayolingdan ajrashib ketibsan, ha? U gapni bir demanglar. U sarangdan yomon tez qutuldim danglar. Hey, adash, shanba kundagi to'yda Hamid Yavashning ayoli Guljamalga ishqilib qolgansan. Yurakka o't tutibdi-da. Hey, qalayga gapimanglar. U xotinning ikki bolasi bojimi? Ikki bolasi bor ayolni tepib olib bizni eshib ketganini cheyli damsa bo'lmaydi. Gapimanglar, boshqalar anglab qolsa turdi. Tomoqchi Ey, adash. Burning maqchib ketmasa, ay, bosh-bosh gap qilinglar, men sod qildigan ye. Bugun bizni obdan bir mehmon qilasiz, ha? bir vaqt tomoq yeyamiz. Meni qo'yg'ini kelsan-da. Bo'ldi. Mangaylicha. Yomon qo'ymichilarda. Nima yeslar? Men mehmon qilay. Nima o'zi bo'laver. Qanday qag'illar? Endi rozi bo'lgansizlar? Rozi bo'ldi qada. Tomoq chekinglar. Oy, adash. Mashinangni almashtirib o'xshamamsa? Almashtirib etdim. Men demidimmi adash? Bu adash pul topgan siri hamma narsasini almashtirib keldigan bo'lib qopti. To'yim bizda ko'nag'illarimni almashtirib yutamdi taxi. Adash, men senga gap qilyaptimi? Hey, ag'illar, mening muhim ishim chiqib qoldi. Men bang'ash turay, Nima qilgani bu adashning? Gap qilmaylik ketib borda. Diqqat qilmabsan-da. Baya Guljamal degan heliqi chokan o'tib ketgan. Shuni ko'rib qoldi bag'ay. Bu adash o ayol zotini ko'rsa o'zini tutamaydi zodi. Tinchlikmi Guljamal? Obdan turgansiz. Sizni qachon uchirtamankin deb ko'chirib yurdim. Oxiri telekim ijobat bo'ldi. Guljamal, nima bo'ldingiz? Mendan xafa bo'lib qoldingizmi? Yo'qay. Undaq yaxshi. Bugun biz bir oromxo'da mundaqsaq bo'ladi. Ma'qulmi Guljamal? Undaqda kechdi vaqtingiz bormi? Bir ma'qul davtanga Guljamal. Bek yaxshi bo'ldi. Uyingizga olib qo'yay. Yo'q, o'zim ketaveray. Ma'qulda. Bo'ldi, rahmat. Undaqda men menaveray. Ati ko'rishaylik. Yetimizga. Bormay qo'ymang, ha? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Bak saqiltibatdimi? Sizni kamay qolamikin deb bak ansirdim. Ali. Nega bormiz? Ikkimiz ayrim paranglashadigan bir oromgoh bor. Biz shu yerga boraylik. Ma'quldan sizni hargiz buyab joyga olmayman. Yuring.
Mush yashu. Qani marhamat. Qani o'tiring. Efendim, hanım. Qandaq taamga ko'ngling latadi Ko'rib degan. baqay. Guljamal, siz buyurting. Xolig'iningizcha bo'lsin. Bo'ldi, o'zingiz buyurting. Ma'qul amsa. Undaq bo'lsin. Chet elning eng isl arig'idan birini. Yana sizlarning mush oromgohinglarni qo'riydigan eng dongli qo'rmanglardan bir nechta taxsi keltiring. Bizni bak saqilib etmang, ha? Tezroq bo'lasiz. Aras, choy kirib eting. Qandaq, bu yana muhit bo'lamdi ekan. Bak chiroyli ekan. Yardimi? Menga yaradi. Undaq bo'lsa, at yana mushundaq muhit yaxshi joylarga boraylik. Guljamalim. Siq deling, ha. Osmanımda ay turur, çulkul sürlük çalmasa. Qani, bir rom kichib qo'ying, ha. Ta'mi qandaqroqdi? Men ichib baxmabdi ekanman. Oldi bilan ichib baxmabsiz. Men rostla haraq ichib baxmagan. Qiziq ekansiz Guljamal. Bu degan chataliklar ichadigan bir xil ichimlik. Qani ichib baxmabsiz, iching. Iching. Aras, ama qo'rimlarni ag'ash o'tiring. Oy, ishmabsiz-ku. Araq bo'lmasa ya, keling, bir so'qash turaylik. Ha. Guljamal, bir qo'l tansa o'ynamdi. Ma'qul. Janim Guljamal, men sizni shu qadar yaxshi ko'rib qoldimki, siz o'tgan kunlarim men uchun ma'nisiz. Menimcha siz turmushda baxtli emas, shundaqmi? Ikkimiz bir-birimizga toza mos kelamiz. Guljamal, biz to'y qilaylik. Baxtli oila quraylik. Men sizni cho'qim baxtli qilaman. Kalimni rad qilsangiz Guljamal. Erim, balarimchi, ulardan undaq oson ayrilib ketamayman. Eng yaxshisi nima? Meni qo'rqityapsiz? Hozir degan erkin muhabbatlashib to'y qilgan davr. O'zingiz yaxshi ko'rmaydigan biri bilan qandoqmi shuncha vaqt birga o'tgansiz? Muhimi, hozir men sizni yaxshi ko'raman. Kim sizni yaxshi ko'rman debdi? Sizning ko'zlaringiz hammani oshkorladi jinim. Menga ishoning, ha? Menga ishoning. Men sizni baxtli yaxshi ko'rib qoldim. Menga ishonmaysiz? Sizning ko'zlaringiz hammani oshkorladi jinim. Ha? Menga ishoning. Men sizni cho'qim baxtli qilaman. Guljamal, menga ishoning. Biz cho'qim baxtli yashaymiz. Unda qilmang, Ali bir kirib qasat turdi. İkimizin baxti uchun. Aras. Bu oddiy bo'lsa, sizga bo'lgan sog'an. Elang. Bek chiroyli ekan. Menga oldingizmi? Rahmat sizga. Taqab qo'yaymi? Ma'qul. Rahmat sizga Ali. Ali, erim balarim ensirab qolmasin. Vaqtida qaytaylik. Birdam o'ltamamdoq.
qaytib ketaylik. Ma'qul amsa. Kutkichi. Hisobot qilib o'tiring. 1280 yuan. Bo'ldi, qaytiraman. Rahmat sizga. Qaytamdoq. Ma'qul. Nima degan mard, qo'li ochiq odam a? Mushundaq erik tegsa, haqiqiy baxtli bo'lmamdi. Menglab olarim. Dada, nega boyimiz? Dada, opam og'rib qoldimi nima? Uni doktorxonaga olib borsak bo'lmamdi. Opanglar bek erib ketibdi bolarim. U birdan uxlab olsin. Biz tamoqni sirtda yeylik, bo'lamdi. Ma'qul. Opam sizga o'xshash mashinaning tegiga kirib ishlamasa nima ishga charchab ketadigandu? Opanglarım testa bolarim. Kirqatlaringlarni yuyib, tamoqlarni etib berdi. Yana uy tozlaydi. Shunga opanglarni hargizim xafa qilmanglar juma. Bildim. Appa, yaxshi uxladingizmi? Fikringiz-chi? Dadam apanglarni uyg'otmanglar degan edi. Shu ufkam sirtda o'ynayotdi. Yaxshi bo'pti. Maktabga bormadingizmi, qizim? Bugun shanba, maktabga bormaymiz. Appa, bizda tushlik tomoq yemadik. Nima, hozir tush bo'lib ketdimi? Ajab uxlab ketibdimi? Hozirla tomoq etib beray. Appa, mijozingiz bo'lmasa yana birdam yetib eling. Dadam apanglarning mijozi yo'q, uzunroq orom elib olsin degan edi. Men ufkamga qarab boqay, u nima ish qilyapti ekan? Ma'qul, chiqib qarab ekan. Şamalarda şapisiz kilir Lerzan suydum menzimge birer Şamalarda şapisiz kilir Lerzan suydum menzimge birer Vısal için can kılan dilgan Bir dişledim otluk muhabbet Vısal için can kılan dilgan
hatta yürekке Seydinler bir otluk bekişi Hıyalımı başlaydı gökke Seydinler bir otluk bekişi Hıyalımı başlaydı gökke Meni yaxshi ko'ramsiz. Yaxshi ko'raman. Rasmi? Rastli yaxshi ko'raman. Sizchi? Albatta yaxshi ko'raman-da. Qani, ichaylik. Keling. Kichkina qora kun nima julab qaraysan Kichkina qora kun nima julab qaraysan Razgibina yasanchu Sen mu bana yarasan Razgibina yasanchu Sen mu bana yarasan Qandaq jenem, bugungi o'yinlarni rozimisiz? Razı bo'lmamdigan. O'ylab baqsam, burunqi umrim buruqtumliq ichida o'tibdi ekan. Haqiqiy turmushning lazzatini siz bildirdingiz, Ali. Hey. Texi, yana nurg'o ishlar bor sizga o'mga. Qarab turing. Haqiqiy baxtni mana men sizga beraman jenim. Shunga tezroq to'y qilaylik. Ballarimni-chi? Hey. Ballaringizning gapini oz qilsingizchi, ha? Uni eringizga berib eting. Aydichu, beqish rasxoti berib tursaqni bo'lmadimi? Siz undaq degan bilan men chidamaydi ekanman. Hey, balalarning masalasi cho'ng masala emas, Guljamal. Menga ishonsangizlar bo'lmadimi? Yana ozroq vaqt saqlaydi, jenim Ali. Voy, chapa. Opam qani, nima ishqa bizga tomoq yetib bermaydi? Apanglar cho'ng apanglarning uyiga ketdi. Qo'songni ochdimi? Yuranglar, men sizlarga tuxum pishirib beray, ha? Yura balam, men sana tuxum pishirib beray, ha? Yura. Qanaq kenim? Qaysi bino ko'zingizga chiroyli ko'rinyapti-da?
beray deganmi? Çataq yo'q. Po'chi deb qo'ysam degan gapini. Ay, qara. O bino chiroyliqmikan? Eng egiz turgani demsiz? Ha. Chiroyliqligi chiroyliq ekan. Undaq posning bo'pti. Meni demoqchi bo'g'inim, agar xohlasangiz, chiroyliq binoda bugun bir oqshomni o'tkazsak demoqchi. Rasmi? Lekin biz to'y qilmagan tursak. Ay. To'yning gapini oz qilsangiz-chi, jinim. Buningdan keyin siz mening oyoqimsiz. Buningdan keyin sizning turadigan joyingiz ashunday isil binolar bo'ladi. Qanday? Ayolim haqiqatan chiroyli. Ammo men uningga ishonaman. Lekin sen kutilmaganda yo'q. Bunda xiyollar qursin. Men ayolim bilan tuqqan. U hargiz undaq yomon niyatda bo'lmaydi. Usta. Hamid ustam siz bo'lamsiz? Ha. Chaqqa yalurayotgan bo'lsangiz bo'pti-ku. Obuljon, chiqib chaqqa yalurayot, ha? Oy! Tezroq bo'lsangiz bo'pti-ku. Tez bo'ling Ali, bu yer bek uzun turib ketdik. Ha, mana, pul to'lab o'tay. Tezroq bo'lsangiz-chi. Hey! Xotinimni epmagan arzodi kim? O mashina oldingi kuni tushda bizning do'konga yal urilish uchun kelgan mashina shu. Qandoq bo'p Guljamal u mashinaga chiqib qolgandi. Bu qandoq gap? Ular nega mandi?
Tova. Bayı görgende birer kız gapmi qilamaptiman go. Necha vaqtlardan buyon hadisili sirtlarda qo'nib yursa, men texi do'stlarining uyida qo'nib qolganda deb o'ylab yuribdiman. Boshqa ish chiqib qolmasa bo'ladi-ku. Qarab beqna. Kimdi bu? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Guljamal kelganmidi? Yo'q, biror ish bo'lganmi? Do'stimning uyiga borman deb chiqib ketgan. Ansirab kelishim edi. Kelmadi. Avar qildim. Birdan o'tirib ma'sum hamma qilamsa, xo'sh. Kechikib qapsiz-ku. Vallahi tamoq etib berasiz. Hajab bilib qolgandek bir qismini qaraydi-ku. Yaxshisi bir necha kun uydaroq turayjimi? Bo'pti. Buguncha gap qilmay turay. Tuzilib qala. Bekardan-bekar arazlashib qolmaydi. Guljamal. Menga 100 kelalisingiz bo'ladi-ku. Voy, Alimsiz, men Guljamal. bahamisiz jinim. Yo'qotib ketdingiz-ku. Ba, Sizni pek ko'gim keldi juma. meningmi ko'gim keldi. Biroq erimdan ehtiyot qilib izlayolmadim. Meni seg'indingizmi? Seg'inmaychi. Ba'ringizni seg'indingiz. Yuragimdan. Deganingiz rostmi? Yaxshi. Jinim. Kechda baldiroq chiqasiz-a? Ma'qul. Ko'ni joyda ko'rishaylar. Bildim. Xo'shamsa. Kech bo'lganda yana nega? Do'stimning chayi bo'ptikan berib kelay degan. Qaysi do'stingga chayga borsan? Ha? Nima tugamaydigan chay ekan u? Sening do'sting zoti kim? Gap qilmasam ajab haddingdan oshding-a? Nima? Sen tex mendan gumon qilyapsansa, ko'ningda unchilik qum bo'lsa, meni tutib nima qilsa, qo'yib bersang bo'lmadimi? Men bundaq o'ydan jaq to'ydim. Men senga tegib qanchalik hovliq, qanchalik rohat ko'rdim. Xayolingda topgan 4 tanga pulingni berib qo'yib, menga zo'ringni ko'z tutmayim desam, hinqimaydi demsa? Hey, nomussiz, meni bilmaydi demsan? Qaysi kuni kimning mashinasiga chiqding? Ha? Seni izlab do'stlaringning uyiga bordim. Uyagim bormabsan. Hech bo'lmaganda bolalaringni bosib o'ylsam bo'lmamdi. Sen tex kaynimdan paylab yurdingmi? O'zlanma, chidimisan qo'yib. Buzuq, yo'qol, ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Ajrashqili 15 kun bo'ldi. Bundaq tez to'y qilsam haqla boshqacha o'ylab qolarmi? Jinim. Haqlar bilan nima ishimiz? Sho'ng'lashqimi to'yimizni katta o'tkazishni planlayapman. Qanday? Sizning yuzingizni
Raurs bir kötürüp etmeydiğen bolsan. Qarap durun, ha? Rostmi? Xo'shamsa adaş. Ha, maqlamsa, yaxshi kutamidem. Ranjimay qaytasizlar. Bizdan kutamidik. Xo'sh. Ha, maqlamsa. Ma'qul qo'shamsa. Hash-pashtigicha to'y qig'ili 3 oydan eshibdi. Ha, Shunda shundoq qilish mehmonlarni kerak, kutyapmiz. Xotirjam bo'ling. Buningdan keyin hayit bayram o'ynagandek o'tamiz. Haras, to'yimizga kelamga ishqa g'inam kelmoqchi. Tayyorlik qilaylik. Ha, pesh turibsizlar. Choy eling. Rahmat. Qani. Ha, rahmat. Ha, ag'ash o'tiringlar. Ha, Allah adaş. yaxshi tayyorliklamay qoldik ag'inlar. Yaxshi o'tdi-ku. Ha, qani ag'ash o'tiringlar. Choy iching. Ha. Ag'inilar, to'yimda kelib bo'lamadinglar. Shunga gunoyinglar uchun bugun nasibog'da ishimizlar bo'lmaydi-ku. Hey, xotin, araqni chiqinglar. Kechirgan adaş. To'yinga ulgurib kelamidik. Shundaqdimi bugun Urumchidan qaytibla uyingga udul kelishimiz. Ay, nimalarni deydigan sadash? Mana tirnoqni to'qtiqda xotindan birini elib olsa. Baxtlikansan juma adaş. Rahmat ag'inlar. Bugun Urumchining kepla meni izlabsizlar. Shunga xushal-xuram o'ltirib, qanqudek bir ishshayli, ha? Birinchi romkisini mana men o'zim ishchay. Qandaq? Ha, sendan kelsin. Tezroq qaytib kelasiz. Men bo'lgandan keyin do'konning ishlaridan ansirman. Xotirjam bo'ling. Tezroq qaytib kelasiz, ha? Ma'qulamsa. Tinchlikmi? Ha, tinchlikmi? Alijon yana malakatga xushmamdi. Ha. Ma'o kimning basi qancha pul? 180 yuan. Ali bilan tanishadigan o'xshamamsiz. Shundaq biz konu tanish. Yana kelib men uning konu xaridor. Xaridor kelib qapti. Allah bitgan baba. Ma'o kimnachi bu? Yo'ldishingizga maqchimidingiz? Ha. Ma'o bilan diye. Bu bo'ladi. Opam keldi. Dada qarang, opam keldi. Zulqa, barmag'in o'g'lim. Opa! Opa! Opam ketdi. Opa! Opa! O'g'lim, bo'ldi, yig'lama. Uzun bo'ldi Ali yo'qolib ketdi adaş. Telefon urib baqamdiq ya. Bo'lmasa uyga kelib baqayli. U hozir uyda yo'q. Anglasam Urumchiga malga ketibdi. Shundaqdimi, berib baqmaymizmi? Bu yerda o'tirib ichishganda yaxshi. Xo'sh. Ha, xo'sh. Yürü, çıkayım. Çıkayım. Bana adaş mısıldımay bana.
Qanday qilsak bo'lar adash? O uyda bo'lmasa, biz kirsak sat bo'larmi? Xotirjam bo'la. Ay, sen Alining yangi ayoli Guljamalni toza bilmaydigan o'xshaysan, ha? Biz kirsak vaqo, u bizni Ali badikidimi yaxshi kutadi. Nima deganing bu adashi? Tuzukli bir cho'kanqa o. Ay. Anlamapsan-da adash. Ali hozir ko'ndi degidek sirtlarda mol elish, mol kirish bilan aldirashgan. Bu xinim bo'lsa, Alining mehmonlarini kutish bilan aldirashgan adash. Anglasam Ali yo'q chaqlarda uy mehmonlar bilan to'shib ketadi ekan. Texi ayol mehmondan er mehmon ko'pkan. Ular Ali yo'q demay, tun yerimgacha tugumas paranglar bilan o'tirib oladi ekan. Guljamal ba'zida texi mehmonlarning zo'ri bilan birar kim ichib qo'ydigan o'xshaydi. Anlaganmi ya? Mundaq degina. Ramonchining xotindan savdogarning og'itisiga aylanib, hamma ishda biraqni o'zgaribdi-da. Voy shu. Qanday? Kiramdi? Yura. Ey, nima degan bilan Ali bizning og'inimiz. Onun ustiga uning bizga qilgan yaxshiliklari oz emas. Eng yaxshisi u bog'chaqda kirayli. Bir kirib chiqsaqchi. Kirmayli adash. Gapimni anglagan. Ko'nglimni tushunmadan adash. Bo'ldi. Qaytayli adash. Hey adash, aram bir fursat kelganda. Bo'ldi qila adash. Satan cho'kant emasmi u? Nimanda qanmaydiganmi? İşlerin qandaq arkadaş? Qanday ağaç o'ltiringlar. Telefonning sayriqili xili bo'ldi Guljamal. Qani. Qani, ishga o'ltiraylik, ha? Kechiring, erimdan ketdi. Voy! Oy, jenim, ahvolingiz qandaqroq? Hech qaytib kelay demaysiz-ku. İşlaringiz qandaqroq? O'zingiz salomatmi? Nimada telefonlamaysa? Ha? Nima? Menga axborchi, mendan cho'tigsizlar. Nima ish qilyapsiz? Voy, xafa bo'lmang jenim. Sizning heliqi kuni cho'pqat xayirdaringiz Hamikam tug'ilgan kuniga chaqiribdi ekan, sizning o'rningizda kelgan. Nima? Meningdan so'roq siz tug'ilgan kuniga bordim-da. Yaxshi, ha? Bak o'ynab ketib, telefonning ovozini anglamayapman demoqchi bo'lsan. Telefonda ko'p gap qilmay. Yaxshi hid qisib uyga qayt. Qolgan gaplarni o'rib olgan deysiz. Osh. Boshqalar uni buni deb yursa ishonmabdi ekanman. Xotin kishi degan zoti ishonchsiz bo'lamdi nima? Men bu o'ynab yurib qo'lga keltirib oldim bu xotinni. Boshqalar menga o'xshash usullar bilan boplab yurmusin yana. Og'inilar bilan qo'l bog'lashib turib, xalqning uyini buzib qo'lga keltirgan bu xotin oxirimni bayram qilmasa bo'ladi-ku. İşimiz xili ish tugmaydigan o'xshaydi. Vallahi ash qoldi qachon. Sen berib, vallahi yigidek bir narsa qilib bergin. O'zingiz yetishamaysizmikin usta? Bo'ldi, men yetisha olaman. Sen berib bergin. Aql.
成为本次论坛最令人瞩目的焦点。Bo'pti, siz kapichida paxalda yotsangiz, men sirtida paxalda yetib, sizga qorovul bo'lay. Unda qilsam qanday bo'ladi? Qanday qilsam bo'ladi demisa? Sizdan paxalda bir kecha yotganingizni o'ylasam, azoblanyapman. Kuyuk tatmagan odam buni tushunmaydi. Men siz bilan jafo mushaqqatni bilib bo'lmay tura olamdim. Barliq Begzodlar 3-4 ta xotin oladi, ammo men sizdan boshqani hargiz ololmayman. Voy voy, aziz mehmonlar, qadiminglar yetib qopdi-ku. Qani. Tinchlik. Bu yoqqa o'tib o'tiringlar. Bu jarayon bir umrdek tuyulib ketdi. Sizlarni qaysi shimol uchirib keldi? Voy voy, Guljamal, kunda to'lib, chiroyli bo'lib ketibsiz. Nerdikini satlashib ketgandimi? Ajab yo'qolib ketdinglar-ku. Bag'o. Guljamal, Alijon yana maliq ketga o'xshamamdi. Ha, o'lish kun ishlarim tugadi deb telefon urib ekan. Bugun kelib qolarmikin desam, kelib qolarmidi? Erta kelib qolarmikin? Sizlar o'tirib turinglar, men bir narsa chiqay. To'g'ri, baba. Dars keraklarni bizga g'ash kelgan. Bizga choy qo'yib bersangizlar bo'ldi. Voy, buncha avara bo'lib, odamni xijil qilib. Men choy damlab chiqay. Qachongacha davomlashishini texi bilmayman. Siz texi o'rdaga kirmay turiblar, pushaymon qachon to'lib tashdi. Shaxmat taxtidagi bu urug'ni to'g'ri ma'nodami yoki xatomi bir nima demakdasiz? Xo'sh, Guljamal. Sizni toza avar qilib qo'ydik, ha? Xo'sh. Guljamal, siz birni ichib qo'ying. Voy, bu Qani iching. Shuna birni iching, ha? O'tgan ichgan bor. Rost? Iching. Ichni bo'lmaydi. bo'pti. Alining o'rnida birini ichib qo'yay. Lekin zo'rlab aymanglar. Mas bo'p qilib sizlarni uydan qo'g'lab chiqaryapman yana. Qiziq gap qildi dami qizlar. Xo'sh. Xo'sh. Yaxshi. Sizlar o'tirib turinglar, men choy ichqay. Voy, endi zo'rlab endi. Mas bo'p qoldim. Voy, qaytamsizlar? Biz qaytamiz. Birdam o'ltirmay. Rahmat. Yana fursat bo'lib qas kelamiz. O'dlaraqni kutamidim. Bab ko'rishib turaylik, ha? Ma'qul. Xo'sh hamsa. Ma'qul. Bo'ldi. Vaqtingiz yas kelib turasizlar? Ma'qul. Kelamiz. Ma'qulamiz, xo'sh. Xo'sh. Guljamal degan qaltis xotinda. Uni qarasang, uning nazokati chiqib turdi. Raskan adash. Uning odamga tikilib qarashlaricha odamning jinni oldi ekan. Ali degan bu xumsi puliga ishinib, Hamid degan latidan bu xotinni tortib oldi. Shunda adash, undan xabarim bor. Shu tapda bu xotinning pegi tushganlar oz emas. Kim biladi taxi. Ali
nochxutni aldım deb poyt kerilib yurgan bilan birasi bu xotini qo'lga keltirib qoldimi aka? Bunun benim değil babay kardeşim ha. Adaş. Eğri latımı yok ya. Kendimizge yenip girip yani birden oltıramdık ya. Yen birden buldu kalaylı adaş. Hazır işimiz halkaç dursa. Abdan adaş şunda kılaylı ço. Bol kıla. Yürek gidelim. Çıkınla. Rastı çıkalım sizler. Albatta rost. Yaqinda meni ko'ngilsizlikka keldi. Yana shula. Sen unutib ketsak ajab emas. Ko'ngilsizlik bilan sir chiqishning nima aloqasi bor? Kim u? Albatta aloqasi bor. Odam Voy. sir chiqish xo'shallik ish. Ajab kashqabsiz-ku. Biror ish chiqib qolmagandu. Herib ketgansiz. Tamoq etib beraymi? Tamak it bireymi? Tamıqını çok verip açtan gitme. Ha? Ben yokçaklardan nimişlerini gördüm. Ha? Meynat kulağında etken tamıqını neme yendi? Ortiqcha gumon qilmang. Yok la ya buzuk. Seni öldürüp etmeden bassam. Mana hemizde. Açta oynayan kı tuya. Mana. O hayvanın kızı. Mana. Seni mi kutu kişti gibi bıraktı? Öldürüp etmeden bassam. Çıkar! Yukal! İşkeç gözümü görülme! Yokla! Bu beşini yedi abi. Xonata, bundoq chaqchaqni qilmasizlar. Boshimdan ketgili qoldim. Mendek odamni hech kim kelin qilmasmikin, ortiq qaymısizlar. Mang içiniz ağırsın Ali. Şunu eteceğim. Ben aldığınızda tövbe kılay. Yokla ya buzuk! İşkeç gözümü görünme! Meryem'in kanlı işleri bilen bolayıvermey, sizni mushundaq yerlarga ekilib, o'yintib tursam bo'ladi. Hech qisi yo'q. Elimi baxtli-ku biz. Sizga deydigan bir ish bor edi. Qani demamsiz? Cho'chib ketmang yana. Cho'chib ketgidek qanday gap edi u? Deb baxmamsiz? Siz dada bo'ladigan bo'ldingiz. Nima? Bu gapingiz rostmi? Meni aldimi Guljamal? Yo'q, sizni aldimidim. Voh, nima degan yaxshi. Men ham tatib oldim. Voh, men ham tatib oldim. Men tatib oldim. Qaysi
Voy, Gülcemal! Opam medravatdı. Gap qilmanglar bolalarım, opanglar aram elib olsin. Opam ko'zini ochdi. Şamallarda şapesiz kilir Lersan suydum menzimge Şamallarda şapesiz kilir Lersan suydum menzimge Vısal için çankıdan dilgan Begişledim otluk muhabbet Vısal için çankıdan dilgan Begişledim otluk muhabbet Ketmeyenin değil Sevgin Güzel cananım Yürekli Ketmeyenin değil Sevgin Sen periştem sen benim Otlarga Umurumdan akan kan Singip girdin hatta yürekке Umurumdan akan kan Singip girdin hatta yürekке Senin her bir otluk bekişi Hıyalını başlaydı gökke Senin her bir otluk bekişi Hıyalını
Hıyalimni başlaydı gökkel